Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan Funded Trader kanali. Bugun Funded Next'da 50 akkauntni 70 dollarga olishni ko'rib chiqamiz. Yaqinda qo'shilgan tarif va qanaqa qoidalar bor hammasini. Yana Funded Next'da yangilanish kiritilgan. Minimalni trading days 5 kun edi. Bu hozir faqat 2 kun bo'lib turibdi. Faqatgina 10-iyungacha olganlarga bo'lmasa boshladik. Tepada safety va futures degan bo'lim bor. Futuresga o'tib olamiz. Futuresga o'tib olgandan keyin safety bilan o'z futures farqi. Safety bu MetaTrader 5 da ishlanadi, futures bo'lsa TradingView da o'zida ishlanadi. Mana flex tarifi yaqinda 69.99 pastda 70 dollar. Va har doim chegirma limited deb qo'ygan, 27 soatdan keyin tugaydi deb qo'ygan, lekin har doim shunaqa chegirmada bo'ladi. Tak, chiqamiz, pastroqqa tushamiz. Pastroqda 4 ta tarif bor futuresda. Bular aytganimdek TradingView'da o'ziga ulab ishlanadi. Ya'ni siz chartda o'zida savdo qilasiz, limitlar qo'yib yoki da marketda o'zida ochib 4 ta tarif bor ekan: Bold, Rapid, Legacy, Flex degan challenge. Biz hozir o'sha 70 dollarga degan Flex challenge-ni ko'rib chiqamiz va qolgan tariflarda qanaqa afzalliklari bor. Bo'lmasa birinchi Flex'da ko'rib chiqamiz qoidalarini. Flex tarifida 50 dan 150 gacha akkaunt bor ekan. Tak, profit target 50 akkaunt ko'rib chiqamiz. Profit targeti 2,5 dollar, ya'ni 50 ga bu 5% degani. Imtihon tartibi bir etap bo'ladi. Siz shu 5% ishlaysiz va imtihondan o'tadi. Maximal loss limit 1,5%, ya'ni 3%. Maximal loss limit 1,5 dollar. Bu degani 50 akkauntga 3% prosentka, общий prosentka. Daily loss limit yo'q, ya'ni kunlik yo'qotish yo'q. No activation fee. Bu degani boshqa pro firmalarda, boshqa futures pro firmalarda nima desa bo'ladi? Funded challenge sotib olishga, akkaunt sotib olishga ozgina to'lov qilasiz va imtihondan o'tganingizdan keyin yana aktivlashtirish uchun yana qo'shimcha to'lov qilasiz. Bunda bo'lsa bir martalik to'lov mana. Maximal position 3030 mikro, bu mini mikro. Biz misol uchun safety da MetaTrader 5 da ishlaganda lot deb hisoblaymiz. Bunda bo'lsa mini mikro deb hisoblanadi. Mini bu kichkina, makro bu katta degani. O'zi akkauntni olib sotib olgandan keyin tushunib olasiz bu narsalarni. Tak, bu 3030 mikro bemalol ishlashga yetadi. Va show more'ga bosamiz yana. Consistency rule bor ekan, faqat imtihon payti bor ekan. Imtihondan o'tgandan keyin bu qoida olib tashlanadi. Consistency rule 40% ekan, ya'ni sizda maksimalni bir kunda qiladigan foydangiz mana 2,5 dollarda 40% ni tashkil qilmasligi kerak. Bu degani, например, 1100 dollarmi shunday bo'ladi bir kunga. 1100 dollardan oshiq foyda qilishingiz mumkin emas challenge payti. Faqat challenge payti funded account bu olib tashlanadi imtihondan o'tgandan keyin. Va add on, ya'ni foyda ulushi o'zi 80% beriladi. Agar siz 15 dollar qo'shimcha to'lov qilib oladigan bo'lsangiz, foyda ulushini 90% qilib berishar ekan. Va reset price, ya'ni account bridge bo'lib kuyib qoladigan bo'lsa, siz 77.99 dollar to'lab yana qayta tiklab olsangiz bo'ladi. Tak, bu Flex challenge tarifi ekan. Kamchiliklarni ko'rib chiqamiz. Eng kamchiligi mana bu prosentkasi 3% ekan. O'zi standartni futures pro firmalarda bu 4% bo'ladi. Lekin profit target ham shunga yarasha 5%, lekin baribir prosentka 3%, 1,5 dollar 3% degani bu juda ham ishlash qiyin bunda. Lekin Rapid va Legacy degan tariflari ham bor. Bular juda ham zo'r. Eng zo'r shu Rapid, menimcha Rapid deb o'ylayman. Tak, bo'lmasa hozir Flex'dan o'qildik, obzorni ko'rdik. Endi Legacy degan challenge-da obzorni ko'rib chiqamiz. Qo'shimcha ma'lumot, bizda Telegram kanalimiz bor. Telegram kanal linki описаниеda bo'ladi. Qanaqadir shu prop shot bo'yicha tushunmovchiliklar bo'ladigan bo'lsa, o'tib yozsanglar o'rgatib boraman. Telegram kanalda prop firmalar bo'yicha foydali maslahatlar berib boriladi. Tak, boshladik. Legacy challenge 25 akkauntdan 100 gacha bor ekan. Bunda bo'lsa 150 gacha edi. Tak, profit target 50 akkaunt ko'rib chiqamiz faqat. Profit target ko'rib turibsiz, boyaginda 5% edi Flex'da, bunda bo'lsa 6%, ya'ni 3000 dollar. Maximal loss limit 4%, normal bunda. Daily loss limit yo'q, no activation fee yo'q, bir martalik to'lov. Aytganimdek, aktivlashtirish uchun qo'shimcha hech qanaqa to'lov talab qilinmaydi. Maximal position 3030 mikro boyagi bilan bir xil.
Faqat Fundedda sal farq qilar ekan, bular bizga kerak emas. Mini mikro o'zingiz tushunib olasiz akkaunt olgandan keyin va consistency rule ham 40%. Bunda ham xuddi o'sha imtihon payti bo'ladi. Imtihonni o'tgandan keyin bu 40% stabillik qoidasi olib tashlanadi. Reset fee bo'lsa $137. Xo'p, Flex tarifi bilan Legacy'ning farqi bir-birida. Profit targeti bunda ozgina ko'proq va prosatkasi ham ko'proq. Bu standart tarifi, shu standart deyiladi mana shu. Lekin juda ham qulay ishlashga mana shu Legacy ham. Lekin bundan ham arzonroq va zo'r tarifini sizlarga maslahat beraman. Oxirida videoni oxirigacha ko'rib tursanglar. Hozir bir narsaga bosilib ketdi. Bitta orqaga qaytib olamiz. Futures dedik. Legacy dedik. Legacy'ni ko'rib chiqdik. Hamma afzallik kamchiliklarini. Faqat farqi o'sha profit target bilan prosatkasida, lekin Flexda mana shu Legacy yaxshiroq. Endi Legacydan Rapidga o'tamiz. Rapid yaxshimi yo'qmi ko'rib chiqamiz. 50 account, profit target Legacy bilan bir xil, maximal loss limit ham bir xil. Daily loss limit yo'q, activation fee, ya'ni aktivlashtirish uchun to'lov yo'q. Tak kunlik yo'qotish chegarasi bor ekan, faqat nima desa bo'ladi? Yo'q, unaqasi ham yo'q ekan. Daily loss limit yo'q. Minimum trading days ham yo'q. Hech qanaqa bir kunda siz misol uchun kattaroq pribel qilsangiz, bir kunda o'tasiz bo'ladi. Tak, bunda ana yo'q. 40% consistency degan narsa yo'q. Siz misol uchun kattaroq risk qilib, bemalol o'tib ketsangiz bo'ladi. Birdaniga $3000 ishlab, shunaqa degani 40% ko'rib turibsiz. Yo'q desam, yo'q bor ekan, pastroqda ekan. Bu lekin bir kunda passive deb qo'ygan. Tak, maksimalni bunda sal anos mini makro, xullas kontraktlari sal kamroq ekan. 3 ta mini boyagina 30 ta mini, 3 ta mini 30 ta makro edi. Bunda 15 ta makro ekan. Hech qisi yo'q, bunda ham ishlasa bo'ladi. Rapidda consistency rule ham bor ekan. Yo'q deb o'ylabman, sal pastroqda ekan. Reset fee ham tak. Rapid hammasi chotki bu ham. Eng zo'r shu bo'lsa kerak deb tursam, lekin bu yoqda hali yana bitta tarif bor. Tak, narxini ko'rib chiqamiz. $199 ekan 50 account. Bunda bo'lsa Legacy'da $149, bunda bo'lsa $70. 70, 149. Mana bu $199. Bu bo'lsa Legenda $99 turadi. Juda ham chotki mana shu. Eng zo'r mana shu Bolt. Agar futures olmoqchi bo'lsanglar, mana shu Bolt degan tarifidan olsanglar bo'ladi. Profit targeti $3000, bir xil hammasi bilan. Maximal loss limit 4%, daily loss limit 1000. Daily kunlik yo'qotish chegarasi bor. Bu oyagilarda yo'q edi, lekin bu ham yengil. Agar siz kunlik yo'qotish chegarasini ushlab qo'yadigan bo'lsangiz, hech qanaqa akkaunt kuyib qolmaydi. CFC'ga o'xshab, prosta o'sha kuni siz savdo qila olmaysiz, ertadan boshlab yana davom ettirsangiz bo'ladi. Shunaqa kunlik yo'qotish chegarasi bu ham chotki, activation fee yo'q, bir martalik to'lov. 3009 mikro bunda ham ishlasa bo'ladi. Consistency rule 40%, faqat imtihon payti. Account agar kuyib qoladigan bo'lsa, $91 to'lov qilib qayta tiklab olsa bo'ladi. Va chotki. Eng yaxshisi shu Bolt. Agar siz futuresda ishlamoqchi bo'lsangiz, Boltdan olsangiz bo'ladi. Prosta mana shu Flex tarifi qo'shilganiga $70, 50 account $70 ga taklif qilayotganiga qiziqib obzor qilib ko'rdim, lekin arzimas ekan, chunki prostatkasi kamroq, tezroq ana qilib qo'yasiz. Kuydirib qo'yish ehtimoli katta. O'shaning uchun eng agar olmoqchi bo'lsangiz, futuresdan shu Boltda olsangiz bo'ladi. Prostatkasi $4000. Bu qanaqa ishlanadi o'zi futures? Futuresda misol uchun sizda 4% gina prostatka bor. Shunda siz har bir setupga 0.5% dan risk qilsangiz, sizda 8 ta shans bo'ladi. Yokida 0.5% emas, 0.25% dan risk qilsangiz, sizda 16 ta shans bo'ladi. Agar error ko'p bilan ishlasangiz, misol uchun kimdirlar error 2 bilan ishlaydi. Error 2 bilan ishlaydiganlarga shu 0.5% risk bilan ishlasangiz bo'ladi. Agar siz error ko'p ishlasangiz, siz 0.25% risk bilan ishlasangiz bo'ladi. Shunaqa, agar ko'p trade qiladigan bo'lsangiz, 0.25% risk bilan ishlasangiz ma'qul, sizga shuni tavsiya beraman. Xo'p, bizda obzorimiz shunaqa edi. Futures Pro firmasini obzor qilib berdik. Futures qanaqaligini, CFD bilan Futures farqi, CFD MetaTrader 5 da ishlaydi. Futures bo'lsa Trading View'da o'zida limit qo'yib, analiz qilib, сделка olsangiz bo'ladi bemalol. Agar olmoqchi bo'lsanglar, referral link описаниеda bo'ladi yoki Telegram kanalda bo'ladi. Referral link orqali olsanglar, qanaqadir pul yutishda yoki
Funded account berilishida problema bo'ladigan bo'lsa, o'zimga yozasizlar, yordam berib boraman. Telegram kanal описаниеda bo'ladi. Video bo'yicha qanaqadir savoli bo'ladigan bo'lsa, bemalol Telegram kanaliga o'tib ma'lumot olsanglar bo'ladi. Bo'lmasa videoni tugatdik.